Suhayb radhiyallohu anhu ning fazilatlaridan. Suhayb radhiyallohu anhu Rum viloyatidan bo'ladilar. Bu kishi ulug' sahobalardan. Bu kishining fazilatlaridan hammamizga mana mashhur bo'lgan voqea Suhayb radhiyallohu anhu bir kambag'al sahobalardan bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Makka da turgan vaqtlarda davlatman bo'lganlar. Shunda hijrat qilishlikka ma'mur bo'lishganlardan keyin hijrat qilmoqchi bo'lganlardan Quraysh kofirlari xuddi hamma jahiliyat davridagi odamlarning gapiga o'xshagan so'zni aytishdi. Bizni joyimizga Rumdan kambag'al bo'lib kelgansan, birorta narsa bilan kelmagansan. Haqir bo'lib kelgansan. Endi bizim joyga kelib turib mol topding, shuncha davlat topding, shuncha narsalarni qo'lga keltirding. Endi chiqib ketishligingda xuddi kelganingda mol davlatingni qo'yib ketasan deydi. Hozir ham xuddi shunday birodarlar. Biror bir kishi bir mahallaga ko'chib boradigan bo'lsa, shu yerda bir ozgina albatta joy qiladi, yalangda yashamaydi hech qachon. Bir joy qiladi, bir qodir bo'lsa bironta bir sayyora oladi, ozgina bir davlat topishligi bilan biror bir jang bir o'rtada husumat paydo bo'lib qolsa, sen bu yerga kelganingda hech narsang yo'q edi. Sen kelganingdan keyin bu yerga kelib moli davlat topding deb jang qilishadi. Xuddi boshqa joyga borganda bu moli davlat bormaydigandek. Hamma odamlar tug'ilganda hech narsasi tug'ilgan. U odamlar aytish kerakki, unda sen tug'ilganingda hech narsang yo'q edi. Ustingda libos ham yo'q edi. Qani bu liboslarni ham yechib qo'ygin deyish kerak. Chunki unda hamma bir-biriga shuna deyish kerak bo'lib qolish uchun buni aytmaydi hech kim. Ammo biror bir joyga boradigan bo'lsa shunday qiladi. Suhayb radhiyallohu anhu Rumdan islomga keluvdilar. Islomni qabul qilgan edilar. Bu kishi aytdilarki, hijrat qiladigan bo'lsam, molimni tashlab ketishligim shartmi dedilar. Ruxsat berasizlarmi shu molni olsanglar dedilar. Shunda ular ha deyishdi. Hamma mollarini berdilar. Madinaga kirib kelganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu xabarni Jibril alayhisalom o'qigan edi. Robiha Suhaybun kalimasidan chiqdilar. Suhayb foyda qildi, Suhayb foyda qildi dedilar. U kishi nimaga bu so'z aytilayotganligini boshqalar so'rashganlarda sababini shunday dedilar. Suhayb hamma moli davlatini Quraysh kofirlarga berib, o'zi Alloh rasulini ixtiyor qilib hijrat qilib kelyapti dedilar.